bu aman aman aman. Na na ey bu aman aman aman. Na bu aman aman aman. Aman aman bu aman aman aman. Aman aman. Barchaga a'lo kayfiyat tilaymiz. Omon-omon dasturi davom etadi va va'da qilganimizdek navbatdagi ijodkorimiz studiyamizga kirib kelish arafasida va to'g'ridan-to'g'ri premyera tarona bilan ularni qarshilamoqchimiz. Fazliddin Abduvohidov yosh umidli xonandamizni Omon-omon sahnasida premyera tarona bilan qarshi olasiz. Qani marhamat. Marhamat. Ayblaringni tan olsang desang qani xo'p xo'p dilim to'ladir azorlaring yolg'onlaring ko'p ko'p nega mani aldashni yaxshi ko'rasan san yuragimga azoplaringni berasan san dona sevimli yorim o'zicha vafoli beg'uborim dildagi shirin azor aldoqchim dona sevimli yorim o'zicha vafoli beg'uborim dildagi shirin azor aldoqchim tuni bo'yi bedorman xastayman zorman sani mehringga o'zgarishingga man intizorman mani savolim bo'lmagan yuragim sovutmagin mani yolg'onlaring bilan ovutmagin dona sevimli yorim o'zicha vafoli beg'uborim dildagi shirin azor aldoqchim dona sevimli yorim o'zicha vafoli beg'uborim dildagi shirin azor aldoqchim Rahmat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Fazliddin. Fazliddin yaxshimisiz? Keling davramizga. Keling, marhamat. Keling, marhamat. Assalomu alaykum. Ongiz xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Aka. Kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum omon-omon dasturini kuzatuvchilariga. Xayrli tong hammaga. Rahmat. Xush Kayfiyat kelibsiz. tilaymiz. Rahmat. Juda ham Sizga ham xursandman. tong xayrli bo'lsin. Sizga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Albatta. Qanday ketyapti endi ijodlar? Ijodlar yaxshi, Xudoga shukr. Asta harakat qilib, yangi qo'shiqlar. Ustida ishlayapsiz. Ishlayapmiz, ha. Emas, bugun bir emas, ikkita hadya muxlislarga, ikkita yangi premyera bilan kelganlar. Kim ekan bu o'g'loni deyotganlarga bir sizni tanishtirib qo'ysak. Qay manzildansiz? Ota-onangiz kimlar bilan O'zingiz haqida haqida ham ma'lumot. ma'lumotlar Ha, beramiz. bo'ldi, aytamiz. Men Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilganman. 22 yoshman. Bo'yingiz? Ya bo'yim bilmadim. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutini cholg'u g'ijjak yo'nalish bo'yicha bu yil tamomladim. Pastda emasmi? Keyingi ko'rsatuvga Xudo xohlasa boshqacha G'ijjakni yo'nalishlar bilan g'ijjak bilan kelamiz, Xudo xohlasa. G'ijjak sozini chalish uchun mana sozandalik yo'nalishida o'qishga kirayotgan paytingiz qachonlardir xonanda bo'lib ketishingizni tasavvur qilganmidingiz? O'zim men qiziqqanman xonandalikka, lekin g'ijjak ustunroq bo'lganda yoqtirganman. Skripka g'ijjak yaxshi ko'rganim uchun. Kim yo'ldan urdi shu? Fazliddin kim yo'ldan urdi? Yurak. Tanlovda faol ishtirok etdingiz, o'ziga xos natijalar qayd etildi va unda tarix aytilgan payti muzqaymoq sotuvchisi degan Albatta. ibora ishlatilgan. Rostdan muzqaymoq Albatta, sotgansiz. Hozirchi
Hozirgacha endi sotmayapman-u, lekin marojxonalar ochganman. Hop, biznes darajasida. Shundan boshlanadi-da hammasi. Qachon borib endi bizni muzqaymoq yesak bo'ladi? Xudo xohlasa yaqin kunlarda Toshkentda ham ochiladi. Ha, bo'ldi. Ana. Albatta hammani taklif. Hozircha Hozir Jizzaxda. hozir Zomin tumanida, keyin Jizzax viloyati shaharda o'zida ochildik. Yigit kishi oilasi uchun, yaqinlari uchun masalan halol mehnat qilib ko'radi. Ko'pchilikdan eshitganmiz. Erkak kishiga 40 hunar oz. San'atni ham, ijodni ham, tadbirkorlikni ham parallel holatda ushlash bu erkak kishiga xos. Albatta. Hech bir narsa behikmat emas deyishadi. Mana bugun dastur bahonasida keldingiz. Gulmira opam bilan yaxshiroq tanishib oling. Biznes yo'nalishida ulardan ko'p narsalar o'rgansangiz bo'ladi. To'g'rimi Gulmira opa? Biznes ledi bo'lib yurganim bilan hozirgi kunda tanaffusdaman, chunki men farzandlarimga, qizimga, o'g'limga hamma ishlarimni topshirib, hozir mana kinoda, teatrda faoliyatim bor. Maza qilib, javlon urib yuribsiz. Biz bu yoqda Bugun mana dastur boshidanoq o'sha negativlar haqida gaplashdik. Katta-yu kichikka baribir tashqaridan fikrlar bildiriladi va Mavlud opam aytdilar, mevali daraxtga tosh otiladi deb. Tosh juda erta otilishni boshladi-da sizga negadir. shunisi yaxshi-da. Yaxshimi? Birinchi o'rinda qolgan ijodkorlar, mana yosh boshlayotganlar yoki endi boshlamoqchi bo'lganlar yoki yoshi ulug'larga ham yozilgan bu narsa. Biz shu narsani bo'ynimizga olib san'atga kirganmiz. Bilasizmi? Ijodkor to'g'ri yozganni o'qib chiqib, birma-bir o'qib chiqib, vaqt ketkazgandan ko'ra o'qimash kerak bo'ldi. Ular faqat kommentariyada gapiradi, xolos. Ularga siz orzusiz, shuncha yozadi. Ular qaysidir ma'noda yomon reklama ham qilib berishyapti. Reklama ko'tarib yuboradi. hech qachon Hozirda lekin o'qimayman. kichik yuragingiz og'rib qolgan paytlari ham bo'ldimi? Tan olish kerak. Muzqaymog'imni sotaman deb borgan paytingiz bo'ldimi? Shunaqa payt bo'ldimi masalan? Chunki baribir ko'ngil bor-ku. Ham Ko'ngil yoshsiz. og'riydi, ko'ngil og'riydi, lekin bizda nima desam bo'ladi? Bizda qishloqdagi muhitdan chiqqan bolaga u pungi u qiziq yo'q-da. Vaganza bos bo'ldi, va qiziq yo'q. To'g'ri qilasiz. Nurbidoshga bo'ldi. Umuman ahamiyat bermang degan. O'zi shundayda, o'qisangiz kayfiyat buziladi, yana bo'ladi. Ukajonim, chumchuqdan qo'rqqan tarq ekmaydi. Shu yerda yuravering. Ana. Juda bo'lmasa biron bir holatlarda endi kayfiyatingiz tushsa Gulmira opam borlar, mana Mavlud opam borlar. Aloqada bo'lib turing. Ular bunaqadan ko'pini ko'rganlar. Bizni qo'yamiz. hech qachon beramiz. Negativlarga hech ham e'tibor qaratmaymiz. Biza qo'ldan kelgancha birgalikda kayfiyatimizni ham, bir-birimizdan kayfiyatimizni ham ko'tarib yuramiz. Lekin men alohida aytmoqchiman, meni profilimda faqatgina negativlar emas, juda ham ko'p ijobiy fikrlar bildiriladi. Agar ahamiyat berib o'qisanglar, albatta. juda ham meni voy Mavlud opa, yoshligimizdan sizni ko'rardik, necha yil bo'ldi. o'zgarmaysiz. Siz yaxshi O'shalarga ko'proq ahamiyat qaratish. kommentlar juda ham ko'p yoziladi. Juda ham ko'p. Juda xursand bo'laman buni eshitib. Menda ham shunaqa. Xursand bo'laman. Bunaqa kommentlar ko'p. Negativlik ham. Bunga e'tibor qaratmaslik kerak. Chunki maqsadini yuqori qo'ygan odam faqat o'sha yo'ldan yurish kerak. U yo'lda o'ngga, so'lga, xullas hamma tomonga e'tibor qaratmang. Unda manzil juda ham uzoqlashib ketadi. Fazliddin omad, olg'a. Ota-onangiz bugungi yutuqlardan qanchalik xursand bo'ladilar? Albatta ich-ichidan xursandlar. Ko'ramiz, ko'zidan ko'ramiz, masalan, hozir efirda ketyapti. Qarab o'tiradilar-da. Jonlari sog'. O'g'lim chiqadi hozir. Faxrlanib o'tiradilar. Hamisha ularning faxrlariga sababchi bo'lib Ular yuring. qaysi kasb egalari? Ayam uy bekasi. Ismlari? G'iyosov va Zuhropa. Zuhrapa. Mana Zuhrapa hozir ismlarini eshitib juda ham xursand bo'ladilar. Dadajoningiz ismlari? G'iyosov Baxtiyor aka bu. Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, Zuhropa, mana siz orziqib kutgan lahzalar. San'atdagi 3 ta eng yaqin do'stingiz. San'atdagi Aha. Balki ular hayotdagi do'stga ham aylanishgandir. birinchi prodyuserimiz Iskandar aka bor. Keyin bir vodiydan Jasur aka Fayz degani bor. Xonandamilar ular? Xonanda. Ustozim borlar, Xotirapa Nizomova degan. Xotirapa, 3-do'st. Yillar baribir ko'p narsaga ta'sir qiladi-da. Ma'lum bir mahsulotlar yillar o'tsa shaklini o'zgartiradi, masalan, aytaylik. Ayollarning kiyimlari, tuflilari qanaqa o'zgarib ketgan, mana endi o'zimizdan oladigan bo'lsak. Lekin shunday mahsulotlar borki, oradan bir asr o'tsa ham tashqi qiyofasi mutlaqo o'zgarmagan. Bu nimalar bo'lishi mumkin? Bir asr o'tsa hammi? Barchangizga savol. Shunaqa Ikkalangizga. sizu bizga tanish bo'lgan detallar bor va u bir asrdan biri o'z formasini hech qachon o'zgartirmagan. Hech Bir qanaqasi. xil dizaynda ishlab chiqariladi. Kundalik yumushlarimiz ham juda ko'p kerak bo'ladi. Doim yonimizda ham bo'ladi. 3 ta ularning soni. Ruchkam
O, topildi. Qoyil. Birinchisi topildi. Aynan shaffof sirtli ruchka menimcha hammani xonadonida bor va hammani bolalik yillarini eslatadi, o'quvchilik yillarini. 100 yil bo'lganmi ruchka ixtiro 100 yil, qilganiga? 100 yil bo'lganmi? Ayollarga juda ham kerak. Hozir yoningizda ham bor. kichkina. Bor yoningizda. O'ynami? Mavlud opamda ham bor, sizda ham bor, menda ham bor hozir. Qirchoq? Sirg'a, Zirak? oyna. Sizda ham bormi? Sizda ham. U ko'rinmaydi. Bilmadim. Ko'rinmaydi. Zakolka. Sochga taqadigan zakolkami? Oyna. Nima ekan u? Oyna. Yo'q. Oyna desam yo'q deyishdi-ku. Yo'q, yoningizda siz bilan birga yuradi. Sumka? Keling birgalikda ko'ramiz ularni. Nima ekan u? Marhamat, tanishamiz u bilan. Marhamat. Mana ular. Neviziv. Qo'nog'ich 1849-yilda ixtiro qilingan bo'lsa, mana 2025-yilda ham uni ko'rinishi. xuddi shunday. Ayollar biz sevib doim ishlatadigan mahsulotimiz Lividimka deymiz. 1920-yilda ixtiro qilingan, 2025-yilda ham xuddi shu ko'rinishda. Baruchka, sharikli ruchka 1950-yilda ixtiro qilingan va 2025-yilda ham xuddi shunday ko'rinadi. Uchinchisini mana Fazliddin topib qo'ydilar tezkorlik bilan. Qoyil, barakallah. Shunaqa, oradan 100 yil o'tsa ham o'zgarmaydigan insonlardanmisiz yoki qaysidir fe'lingiz o'zgarganmi? Mandami? Aha. Film o'zgardi. O'zgardi. Qizlik davrimda masalan sal qo'rqoqroq bo'lganman. Juda ham xijolatli, juda ham tortinchoq bo'lgansiz. tortinchoqroq bo'lganman. Kelin bo'lib tushgandan keyin bu fazilatlarim juda ham o'zimga hattoki ortig'i bilan xalaqit ham qildi. Joy ko'paytirib yubordim shekilli ham deb o'ylaganman. Lekin boshga tushgandan keyin turmush o'rtog'im vafot etganlardan keyin o'zgardim. Jasurroq bo'ldim, qat'iyatli, riskovat qilishni yaxshi ko'radigan, Farzandlar uchun riskovat qilishni yaxshi ko'radigan ayolga aylandim. Nima desam ekan, ish jarayonlarida faqat o'g'il bolalar bilan ishlaganim uchun, o'zi ozgina tabiatimda bo'lgani uchun o'g'il bolacharoq bo'lib qoldim, to'g'risini aytsam. 1989-yilda televideniyada ishlayotgan paytimda televideniya xodimlari uchun shaharning qoq markazidan 9 qavatli uy qurilgan. Shu uyga men navbatda turgandim. Men yosh kadr sifatida, uyim uzoq, qo'yli tomonda bo'lgani uchun meni navbatim yetib kelgandi. Men 2 xonali uyni davlat tomonidan men olishinga sovg'aga olishim kerak bo'lgan. Navbatim kelgan. Meni pravkom raisi chaqirganlar-da. Voy Mavluda, siz o'ziga to'q oiladansiz-ku. Nima siz muhtojmisiz shu 2 xona uyga? Mendan so'raganlar. Profsoyuz raisi-da, o'sha payt egan berdim sen. Yo'q dedim, men faqat iltimos. Endi shu payt yoshlik qilganman-da, 24 Yo'q degansiz. Ha, yo'q, rostdan ham yo'q, men o'zimga to'qman. Ha, yo'q, men uncha muhtoj emasman. Muhtojlarga beraveringlar deb bir paket dokument ko'tarib chiqib ketganman. Mana yoshlikda o'sha paytda ham menga ta'sir qilmagan shu xato qilganim. Soddalikni qarang. Oradan bir 10 yillar o'tgandan keyin ta'sir qilgan, tushunganman katta xato qilganimni, chunki metroda 2 ostanovka bilan ishga borib oladigan joyimdan uy olmasdan turib, o'sha Qo'yliqdan 13 kilometrdan ishga har kuni qatnardim. Maslahatlashmaganman hech kim bilan, onamga ham aytmaganman, hech kimga aytmaganman. Mayli deganman, dokumentlarni ko'tarib chiqib ketaverganman. Hech Demak, mana shu xulosalar uchun kerak ekan bu voqea. Mana hozir paytda shunaqa bo'ldi. Tasavvur qilaylik, menga hozir bepulga uy beraman desam hech qachon yo'q demayman. Odob doirasidan chiqmagan holda o'zimga pishiqman desa ham bo'ladi. Sizdan eng yaxshi maslahatgo'yingiz kim? Onangiz. Bu xulosaga qachon keldingiz? Har doim shunday bo'ladi. Har doim shunday. Siz o'zi dono bo'lib tug'ilgan ekansiz. Bardavom bo'lsin. Ko'z tegmasin. Ijodlarga omad tilaymiz. Endi qo'shiq eshitamiz, a? Haqiqiy do'stam ota-onamiz. Har ko'rgan olim seni suylar qonim meni uchalarim chiroyli ko'zingga jonim seni ko'zingga jonim seni ko'zingga jonim seni kipriging pirpiratib ortingdan jov
seni, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni, ko'chalarim chiroyli, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni. Bu ko'zmi yog'dumidir va yoki oxumidir, va mening mahkumimdir, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni. Bitta ko'rgandan beri sanchiydi hali yeri, ko'ksimning malov yeri, ko'zingga jonim seni, 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 ko'chalarim chiroyli, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni. Ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni, ko'chalarim chiroyli, ko'zingga jonim seni, 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 ko'chalarim chiroyli, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni, ko'zingga jonim seni. Rahmat Fazliddin. Rahmat, juda ham chiroyli qo'shiq. Mana u yer ataylab qo'shildimi? Ha, qo'shilgan. Qoyil zo'r. Juda ham chiroyli, yoqimli joylari qo'shilibdi. Endi hurmatli boshlovchilar, meni ham boshlovchiligim esimga tushib qoldi. Yo'q, biz jim turibmiz Savol sizga. bermoqchiman, bitta savol bermoqchiman ko'rsatuvimiz qahramoniga. Mana siz yosh xonanda sifatida menga o'xshagan yoshi katta san'atkorlarni qo'shiq aytib ketishiga qanaqa qaraysiz? San'at sohasida bo'lsangiz aytavering. San'at sohasida menga o'xshagan yoshda teleekran orqali raqslarni namoyon qilsa-chi? Unga qanaqa qaraysiz? Qanaqa qaraysiz? O'sha javob san'at sohasida o'zing qilavering. Gulmira opam yana bir yangilikni aytishlari kerak, chunki bunga juda ham vaqtimiz tez o'tib ketdi, vaqtimiz qolmadi. Fantastik kinolarda suratga tushishni boshlabsiz deb eshitdik. Albatta, hozirgi kunda O'zbekistonda ilk bor fantastik Deja-vu seriali suratga olindi. Mana xudo xolisa mening yurtim kanali orqali tez kunda ilk bor O'zbekistonda fantastik Deja-vu seriali namoyish etiladi. Albatta biz bilan birga qoling. Bu esa yangiliklar aziz qadrdonlarimiz. Demak, oldinda bizni nimalar kutayotganligi haqida Katta ekranlar, albatta. eslatma edi. Bu film sifatida ham katta ekranlarda O'zbekiston bo'ylab namoyish etiladi. Ijodga omad tilaymiz. Rahmat. Hamisha hayotsevarlik, muhabbat sizga hamroh bo'lsin. Chunki ijodkorni hamisha qo'shiqlarda, ijodlarda yonib yashashiga shu jihatlar sababkor bo'ladi. Fazliddin juda ham xursand bo'ldik, yaqindan tanishib, sizni juda ham samimiy va o'ziga xos inson ekanligingizni kashf etdik. Gulmira opa, Mavlud opa, bugungi suhbatlardan qoniqmadik. Yana nasib etsa sizlarni birgalikda kutamiz. Albatta, qaniydi imkonimiz bo'lsa soatlab suhbat qursak, lekin vaqt chegaralangan, lekin shunisiga ham shukur, sizlarni har biringizni tashrifingizdan baxtiyormiz. Ijodingizga ulkan muvaffaqiyat tilaymiz va xuddi mana shu kayfiyatda Omon-omon dasturining ushbu soniga yakun yasaymiz. Yana Omon-omon kunlarda, Omon-omon dasturida diydordashguncha xayr. Omon bo'ling. Bo'ling.